Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor avia. Bugun Farg'onadan uchadigan barcha havo yo'llari reyslari bilan tanishtirib o'taman. Ungacha sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolar sizlar uchun manfaatli bo'ladi inshaalloh. Xo'p, bugun Farg'onadan Vunukoga uchadigan reys uchish vaqti 16:50 da O'zbekiston vaqti bilan uchadi, 19:35 ga Moskva vaqti bilan borib qo'nadi. 2.800.000 bagajlisi, 2.600.000 bez bagajli chiqadi. Xo'p, keyingisi Farg'ona Novosibir bo'ladi. Uchish vaqti Farg'ona vaqti bilan 10:05 da samolyot uchadi, 14:50 ga Novosibir vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.600.000, bez bagajli narxi 2.400.000 chiqadi. Xo'p, Farg'onadan Kazanga bo'ladigan reys. Farg'ona vaqti bilan 11:15 da samolyot uchadi, 13:00 ga Kazan vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.800.000, bez bagajli narxi 2.600.000 chiqadi. Keyingisi Farg'onadan Piterga bo'ladi. Uchish vaqti 7:40 da uchadi, 10:50 ga Piter vaqti bilan borib qo'nadi. 3.500.000 bagajlisi, 3.300.000 bez bagajli bo'ladi. Xo'p, keyingisi Farg'ona Istanbul yo'nalishi. Uchish vaqti 8:50 da samolyot Farg'onadan uchadi, 12:20 ga Istanbul vaqti bilan borib qo'nadi. Buni hozirgi vaqtdagi narxi 2.600.000 chiqadi, 35 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal yonida. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. WhatsApp, Telegram postoyanno ishlab turadi. Agarda masofa uzoq bo'lsa, через onlayn qilib ham yozib beraveramiz.